Dasturimiz davom etadi. Sudlar tomonidan odil sudlovni amalga oshirishda inson, uning huquq va erkinliklari himoyasi ta'minlanmoqda. Bunda insonparvarlik tamoyillari o'z aksini topgan milliy qonunchiligimiz mustahkam poydevor bo'lmoqda. Xususan, jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani sudida o'tkazilgan ochiq sud majlisida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i taqdimnomasiga asosan probatsiya hisobida turuvchi 7 nafar mahkum ana shu tamoyillarga asosan muddatidan oldin shartli ozod etildi. Yana bir nafar probatsiya hisobida turuvchi shaxs esa belgilangan tartib qoidalariga bepisand bo'lganligi bois uning qilmishiga nisbatan huquqiy baho berildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Erk va ozodlik ulug' ne'mat, undan mahrum bo'lish og'ir jazo. Shunday ekan, uning har lahzasini mazmunli yashash lozim. Sud zalida o'tirgan ushbu mahkumlar ham jazo o'tash davrida hayot qadrini to'laroq anglab yetgan bo'lsa, ajab emas. Jinoyat ishlari bo'yicha Qumqo'rg'on tuman sudida o'tkazilgan ochiq sud majlisi ham shu masalada bo'ldi. Unda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i taqdimnomasiga asosan probatsiya hisobida turuvchi 8 nafar mahkumga oid to'plangan materiallar ko'rib chiqildi. Ijobiy tavsiflangan hozir sudlanmaganmisiz, nechta farzandingiz bor? Yo'q, sudlanmam 4 ta. Ma'lumki, probatsiya ro'yxatidagi har bir shaxsning belgilangan tartib qoidalariga amal qilishi guruh inspektorlari tomonidan nazoratga olinadi va o'rganib boriladi. Qilgan jinoyati oqibatini o'ylagan holda mehnatga halol munosabatda bo'lib, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganlarga yana bir bor imkon berilishi qonunchiligimizda nazarda tutilgan. Bo'lib o'tgan sud jarayonida ham hayotida ana shunday ijobiy o'zgarishlar kirita olgan 7 nafar mahkum insonparvarlik tamoyiliga asosan muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Qumqo'rg'on tumani probatsiya guruhi nazorati ostida turgan shaxslardan 7 nafari chin ko'ngildan pushaymon bo'lganligi uchun muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. Mana bu yigit esa aksincha 3 marotaba yashashga bo'lmaganini aniqlangan. Undan so'ng shu bozor hududida belgilanmagan joyga borib, ommaviy ovqatlanish joyida spirtli ichimlik iste'mollanganini aniqlangan. Milliy taomlar oshxonasiga kirdik. Oshnamning tug'ilgan kuni ekan, ichmayman dedim, qo'ymadi. 50 gram bir unov aroq berdi. Mana bu yigit esa aksincha sud tomonidan belgilangan tartib qoidalarini mensimasdan jazo o'tashdan bo'yin tovlab kelganligi sabab uning o'talmay qolgan ozodlikni cheklash jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi va sud zalidan qamoqqa olindi. O'talmasdan qolgan 1 yil 7 oy 27 kun ozodlikni cheklash jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin hamda darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. Sobit Qaynarov, Quvvat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Surxondaryodan.